Assalomu alaykum. Ikkinchi mavzu hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglamalar va ularni integrallash usullari. Mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. Hosilaga nisbatan yechilmagan sodda differensial tenglamalar, hosilaga nisbatan yechilmagan differensial tenglama uchun Cauchy masalasi reja misollari yechish. Bizga mana bu birinchi ko'rinishdagi differensial tenglamaning sodda ko'rinishlarini integrallash bilan shug'ullanamiz. Bu yerda y ning f(x) noma'lum funksiya hisoblanadi. Aytaylik, birinchi differensial tenglamada f funksiya faqat y' ga bog'liq, ya'ni mana bu ko'rinishda, ikkinchi ko'rinishda bo'lsin. Agar bu tenglama, ya'ni y' mana bu qarshi, ya'ni o'sha bir ikki uch hokazo qarshi bo'lib, konstant uchinchi ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi haqiqiy ildizlarga ega bo'lsa, u holda uchinchi differensial tenglamadan mana buni yoki qarshini topadigan bu chiqadi. Bundan ko'rinadiki, ikkinchi differensial tenglamaning umumiy integrali uchun quyidagi, ya'ni 4-chi munosabat o'rinli bo'ladi. Ikkinchi, faraz qilaylik, birinchi differensial tenglamada f funksiya faqat x va y shtrix, ya'ni hosilasi o'zgarishlarga bog'liq. Ya'ni mana bu 5-chi ko'rinishdagi differensial tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglama uchun quyidagi qarab o'tamiz. Ya'ni birinchi hol, agar bu tenglamani y shtrixga nisbatan yechish mumkin bo'lsa, u holda, ya'ni bu 6-chi ko'rinishdagi differensial tenglamalar hosil bo'ladi. Bu yerda fkxlar biror AB orqali, mana bu oralikda o'zini segmentda uzluksiz funksiyalar, ya'ni fkx funksiyalar. Yuqoridagi 6-chi differensial tenglamani integrallab uning umumiy yechimini topamiz, ya'ni umumiy yechimini topamiz. Mana bu bo'ladi. Bu yechimlar to'plamiga 5-chi differensial tenglamaning umumiy integrali deyiladi. Ikkinchi holda qaraganimiz, mana faraz qilaylik, 5-chi tenglama x o'zgaruvchiga nisbatan yechilgan, ya'ni mana bu 7-chi ko'rinishdagi differensial tenglama berilgan bo'lsin. Bu holda 7-chi differensial tenglamani integrallash uchun quyidagi usuldan foydalanamiz. Shu maqsadda mana y' ni qanaqadir p deb belgilab olamiz. Natijada 7-chi tenglamani ko'rinishi mana bu 8-chi ko'rinishda bo'ladi. Endi belgilashdagi y' o'rniga uning mana bu differensial holatdagi qiymatini qo'yib, natijada p mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu munosabatlardan 8 tenglikni mana bu differensiallaymiz. Differensiallash natijasida mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Buni yuqoridagi tenglikka qo'yamiz olib borib, ya'ni mana bu y teng mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglikni integrallaymiz. Integrallash natijasida mana bu 9-chi tenglik hosil bo'ladi. Demak, 5-chi tenglamamizdan mana bu, ya'ni x mana bu ko'rinishda, mana bu konstant 10-chi ko'rinishdagi yechimlar oilasiga ega bo'lib qolamiz. Uchinchi holatimizda, demak, agar birinchi differensial tenglama y ya'ni 11-chi ko'rinishda ega bo'lsa, u holda yuqoridagi ikki hol takrorlanadi. Birinchi holimiz, aytaylik, birinchi tenglamani y' ga nisbatan yechish mumkin bo'lsa, u holda mana bu 12-chi ko'rinishdagi differensial tenglamaga ega bo'lamiz. Bunda fky 0 farqli deb mana tengliklar tomonidan bo'lib, ya'ni 10-chi ko'rinishdagi yechimlarni topamiz. Agar bu yerda fky 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tenglama y teng m ko'rinishdagi ildizga ega bo'lsa, u holda y teng m uning yechimi bo'lib qoladi. Ikkinchi holda esa, agar 11-chi tenglamadan y teng x funksiyani, ya'ni 14-chi ko'rinishdagi topish mumkin bo'lsa, u holda y p almashtirishdan foydalanish mumkin.
Ya'ni mana bu ko'rinishda, demak bu holda x va y topadigan mana bu bo'ladi. Bu esa 11 differensial tenglamaning umumiy yechimini beradi. Misol qaraymiz. Birinchi misol mexanikada harakat trayektoriyasi. Ya'ni bu mexanikada harakat trayektoriyasida demak o'zimizda ma'lumki, mana bu y ko'paytirib y' teng x buncha tenglama berilgan. Bu hosilaga nisbatan yechilmagan tenglama hisoblanadi. Buni yechish uchun demak buni birinchi navbatda ajratib olamiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglamani mana bu ko'rinishda yozib, ya'ni ikkala tomon differensiallaymiz, integrallaymiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi ya'ni fizik mazmuni bu tenglama gorizontalga nisbatan simmetrik trayektoriya giperbola olinishini ko'rsatadi. Masalan, markazdan qochma kuch bilan bog'liq harakatda hosil bo'ladi. Ya'ni sen qanaqadir stansiyaning kvadrat ko'rinishda olsak, o'zi zamonida bu giperbola bo'ladi. Ikkinchi misolni qaraymiz. Optika, ya'ni yorug'lik nuri egilishi. Yorug'lik nuri egilishi qonuni, ya'ni mana bu ko'rinishda, bu yerda y' ga nisbatan yechilmagan tenglamamiz turibdi. Bu tenglamani yechish yuqoridagi o'xshash ko'rinishda mana bu ko'rinishda topib olamiz va y' topadigan bu ko'rinishga ega bo'ladi. Va tenglik tomon integrallaymiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi qiymati kelib chiqadi. Buning fizik mazmuni esa bu tenglama to'lqinlarning sinusoidal trayektoriyasini yoki optikada yorug'likning silliq egilish modelini qo'ydi. Misol qaraylik, to'rtinchi misolimiz kuchlanish o'zgarishi. Ikkinchi tartib hosilada mana bu ko'rinishga berilgan bo'lsa, bu hosilaga nisbatan yechilmagan, chunki ya'ni biz buni yuqoridagi o'xshash qilib o'zgartirib ajratamiz. Natijada mana bu ko'rinishda y qiymatini topamiz. Natijada ikkala tomonni integrallaymiz. Integrash natijasi y qiymati mana bunga kelib chiqadi. Buning fizik mazmuni bunday jarayon energiya konservatsiyasida, masalan, gravitatsiya potensial energiyada kuch kvadrat tenglamaga teng bo'lganida uchraydi. Ana shularga qaraymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.